Akalar, keyingi videomiz shu quyonimiz qo'tir bo'lib ketgan oyog'i. Mana oyoqlari qo'tir, mana sutkashni boshladim nazda. Mana ko'ryapsizlar, oyoqi juda qo'tir. Mana shu quyonimizga qo'tir bo'lib ketgan и yam degan maz bor mana quyonlarga, oyog'iga sutkasi и ermakting degan qo'l bor. 3 gram undan teroqsidan qilamiz. Qo'l qilamiz и bundan oyog'iga sutka chiqamiz. Xo'sh, mana bu quyonimizga mazlar sutka oldik mana. Endi buni qalin poxolli joyga qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa 2 kun 3 kundan keyin bir obzorini ham ko'rsatamiz.